Assalomu alaykum aziz dehqon akalar ukalar. Navbatdagi 185 lik rotorning kasilkamizni namanganlik akalarga baraka qildik. Mana shu akamizga. Assalomu alaykum aka. Nimaga aynan bizni rotorning kasilkamizni tanladingiz? Instagramda ko'rdingiz, bizga yosh maqsad keldi. Qulaylik tomoni Navasga oldiga moslashgan ekan. Shunday. Deyarli yo'q bunda. Shunday. Shuni xotirish kerak, ishga tushirish kerak. Xudo xohlasa buni ishga tushirib videosini tashlaymiz. Ish bo'layotgan ketsasida. Xudo xohlasa aka. Qo'linglar azizlik qilgan. Xudo xohlasa. Qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda qilib berdik akalarimizga ham, akalarimiz xursand. Eslatib o'tamiz, bizda buni 165 lik va 185 lik variantlari bor. Kimga mana shunday rotorning kasilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xohlasa sizlarga ham qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar.